Do'stlar, sizlar bilan men Drist va bu videoda do'stlar sizlar bilan bular bilan dunyoni portlatishga harakat qilib ko'ramiz. Albatta dunyo portlamaydi, lekin bu qurollar bilan ancha joyni portlatamiz. Qani unda ketdi. Xo'sh do'stlar, birinchi bo'lib bizda Alloh yondiraman deyapti. Mana shunday olovlar bilan yo'qsak bular ekan. Bu yerda juda ham jonivorlar bor. Ularni ham ko'rsating desalar, kommentariyada qurollar modi deb qo'yinglar. Men bu modni qandayligini ko'rsatib chiqaman. Yana bitta ma'lumot, bu modlarning barchasi Bedrock versiya uchun ishlaydi. Java va boshqa versiyalarda ishlamaydi. Ikkinchi o'rinda bizda mana bu. Menimcha bu ishlamasa kerak, o'zi nima ekan bu? Do'stlar, bu shunchaki moblarni o'ldirishga kerak, menimcha. O'zi ko'ramiz. Umringdan to'ydingmi? Ya. Unda to'ydim. O'lmadi baribir do'stlar. Mana bu esa bilmayman nimaligini, lekin qazishga juda ham beradi. Yana cheksiz do'stlar. Chuqur tashaverasizlar, qazilib ketaveradi. Purasa hamma joy qaziladi. Yo do'stlar. Yo do'stlar. Yer ichida g'o'rda yer nima qilyapti? Bu nima degan gap? Minecraft yaxshisi bu yerdan ketib qolaylik. Ochiqroq joylarga chiqay. Uzoqroq ketamiz, lekin bekor ketmaymiz. Sizga misollarga kerak nima qilmoqchiligimni. Yo'qsadimmi yo'qmi? Uncha ham yo'qshamadi, lekin bo'ladi. Ko'proq vaqt ishlatsam albatta yo'qshaydi do'stlar. Do'stlar, ikkinchi level. Qarayda orqasidan bir gram dinamitlar qoldirib Yo, do'stlar, Minecraft o'tmaydi.
do'stlar, bulardan tashqari yana bu yerda qo'tyapti Minecraft chunki ko'p portlatib yubordik. Mana shunday birgalab modlar bor. Ulardan eng menga yoqqani mana bu qurol bo'ldi. Bularning ham videosi chiqishini xohlasangiz kommentariyaga qurollar modi deb yozib qoldiring. Men albatta ko'rsataman. Sizlar qanday deb qo'ldingiz? O'ldirib qo'ydim. Krisa. Yo, do'stlar, Minecraft qotib qoldi. Yo, mayo. Yo'limizda bitta havo olmoq chiqmadi. Shuncha qazdim. Do'stlar, men bugun videoni kamroq oldim. Chunki nima desam ekan? Yaqinda chiqadi yoki albatta esingizda bo'lsa, men aytganimdek qurollar modini ko'rmoqchi bo'lsangiz qurollar modi deb yozib qoldiring.